Assalomu alaykum hammaga, hurmatli daromat nazorati tizimi foydalanuvchilari. Bugun sizlar bilan direktor panelidagi qismida o'quvchilarni ro'yxatini to'liq boshqarish, ya'ni kecha safar o'quvchilar ro'yxatini shakllantirishni ko'rgan edik. Endi uni biz boshqarishni ko'rib chiqamiz. Ya'ni filtrlari qanaqa, yo'nalishi qanaqa shakllantiriladi, sinflarga sinf rahbar qanaqa biriktiriladi va eng muhimi bitta o'quvchini individual ma'lumotlari qanday o'zgartiriladi. Shu masalalarni sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Demak, birinchi masala bizda qanaqa filtrlar bor. Ro'yxat ERP bo'limidan ro'yxat bo'limiga o'tsalaringiz, shu joyda ro'yxat nazorat qilinadi. E'tibor beramiz, ERP so'zini chalkashtirib yubormanglar. Elektron ro'yxat platformasi bilan integratsiya qilinmagan. Ya'ni ERP tizimi bilan integratsiyasi yo'q. Shunchaki nomi shunaqa nomlangan. Demak, biz filtrlarni bir boshdan ko'rishga boshlaymiz. Qidirish orqali biz qaysidir misol uchun o'quvchini qidirib olishimiz mumkin. Masalan, 3 tadan ko'p belgi yozishim kerak. Mana 11 ta o'quvchi varianti chiqdi. Mana Bobomurodov Abdullo. Kichik katta harflarga bemalol aniqlay oladi. Ularga sezgir emas. Va boshqa, misol uchun telefon raqami orqali ham qidirish mumkin bo'ladi. Misol uchun mana shunga o'xshagan ko'p multifunksiyonal qidirish funksiyasi bor. Va keyin eng nimasi lavozim. Lavozimlarni misol uchun o'quvchilar lavozimini tanlasam, faqat o'quvchilar ro'yxati chiqib keladi. O'qituvchilar tanlasam, faqat o'qituvchilar. Bizda hali birorta o'qituvchi biriktirilmagan va xodimlar ro'yxatini tanlasam, xodimlar chiqib keladi. Xohlasalaringiz o'quvchilar bo'limida misol uchun 10A sinfni alohida tanlab ko'rishingiz mumkin bo'ladi. 35 ta o'quvchisi bor ekan. Keyingi oldingi betlarga o'tib. Va xohlasalaringiz sizlar o'quvchilar bo'limi ichidan Telegram botga obuna bo'lganlar, ya'ni Telegram botga start bosib farzandini kuzatayotganlarni ro'yxatini ko'rishingiz mumkin. Hali bular to'lov qilgan degani emas. Bu faqat obuna bo'lib qolgan xolos. Telegram bot obunasi boshqa, to'lov obunasi boshqa. Ikkalasi butunlay boshqa narsa. Telegram bot holatiga misol uchun obuna bo'lganlar. Biza yangi ro'yxatda bo'lganimiz uchun hali biror kishi obuna bo'lmagan yoki obuna bo'lmaganlar yoki hamma. Endi obuna holati, ya'ni bu to'lov qilganlar holati. Kimlar to'lov qildi? To'lov qilganlar va to'lov qilmaganlar. Mana shuncha. Demak, biror kishi hali to'lov qilmagan. Va filtrlarni mana bu X bilan bekor qilish mumkin. Sizlar telefon raqam bo'limi yoki kiritilgan, telefon raqami kiritilganlar, telefon raqami kiritilmaganlar. Va misol uchun telefon raqami kiritilganlarni tanlab, ularni Excelga sketchat qilib olishimiz ham mumkin bo'ladi ro'yxatini. Va uni ochib ko'ramiz. Demak, biza eng asosiy masalalardan yana bittasi mana rasm holati, kutilmoqda holati, demak terminal hali to'liq sketchat qilib olmagan. Muvaffaqiyatli holati terminal sketchat qilib olib, o'ziga, ya'ni Face ID terminal apparatni nazarda tutyapman. Terminal o'ziga sketchat qilib olib, hammasini muvaffaqiyatli o'zida yozgan. Xatolik holati, atigi bitta terminalda ham xatolik yuz tutsa, bu to'liq rasmni xatolik bo'lishiga olib keladi. Ya'ni masalan, kimgadir daraxt rasmini yukladingizda, u yuz rasmi emas, terminal xatolik beradi va mana shu yerda chiqadi. Va yoki rasmi yo'qlar. Misol uchun mana yoki muvaffaqiyatli. Telefon raqami kiritilganlar ichida rasm holati muvaffaqiyatli bo'lganlar umuman yo'q. Misol uchun 10A sinfidan telefon raqami kiritilganlar ichida rasm holati muvaffaqiyatli bo'lganlar umuman yo'q. Yoki kutilmoqdalar umuman yo'q. Barchasini olsam, demak, barchasi umuman yo'q. Chunki 10A sinfda telefon raqami kiritilgan birorta ham o'quvchi yo'q. Endi agar faraz qilaylik, admin o'zi obuna qilmoqchi kimnidir. Masalan, 10A sinfidan Abdulsattor va Sadoqatbegim keldi-yu, meni qo'limda pulim bor, lekin ota-onamni plastik kartalari yo'qligi yoki klik tizimiga ulanmaganligi sababli, telefon raqamiga yoki ulanmaganligi sababli, nimadir muammo sababli men naqd to'lov qilmoqchiman, bo'ladimi desa va sizda plastik bor bo'lsa, mavjud bo'lsa, siz mana bu obuna bo'lish tugmasini bitta bosish orqali klik saytiga o'tib, bemalol karta raqam va srogini terib bir martalik to'lov rejimidan foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Va to'laganingizdan so'ng mana bu obuna holati avtomatik qaysi sanagacha ekanligi ko'rinishi boshlaydi. Mana hozir biz bitta o'quvchimizni obuna qilib ko'ramiz. 1 daqiqa kutib turasizda.
karta terib ko'ramiz. 98 olmuş. va misol uchun srogini terib shu продолжitni bosib ko'rsak, SMS keladi va tasdiqlab olishlaringiz bemalol mumkin bo'ladi. Men davom etmayman. Buni qiziqib keyin bajarib ko'rishlaringiz mumkin bo'ladi. Va mana bu joyda obuna avtomatik ko'rinadi va xohlasangiz ko'rish bo'limini bosish orqali mana bu joyda ushbu odamning barcha to'lovlari tarixini ko'rib olishingiz mumkin bo'ladi. Mana maktab admini tomonidan kutilmoqda holatda turibdi to'lov. Qabul qilinmagan, ya'ni tasdiqlanmagan, obuna qilmadik biz. Mana 13 ming so'm miqdoridagi pul. Va ana shu holatda obuna qilishingiz mumkin bo'ladi. Va keyin bizda qo'shimcha boshqaruv funksiyalari bor. U boshqaruv funksiyalari mana bu 3 ta nuqta ichidan nazorat qilinadi. Profilni ko'rishingiz mumkin yoki telefon raqamini kiritish mumkin. Masalan, shunaqa ko'rinishda. Demak, telefon raqam kiritilgan bo'lib qoladi. Yoki o'zini ma'lumotlarini xato ketgan bo'lsa, ismi yoki familiyasi tahrirlashi mumkin. Yoki rasmini o'zgartirishi mumkin. Masalan, rasm o'zgartirilgan taqdirda rasm faylini tanlaysizlar, JPEG bo'lishi kerak va xotirasi katta bo'lgan taqdirda ham o'zi sijat qilib olib, ya'ni zichlab o'ziga mos formatda qabul qilib oladi. Bu ham sizlar uchun bir qulaylik imkoniyati. Yoki grafikini o'zgartirish mumkin. Masalan, bu individual grafik, ya'ni grafik xohlasalaringiz butun boshiga sinfga ham ta'sir qilishi mumkin. Xohlasalaringiz aynan bitta odam uchun bitta grafik qo'shishlaringiz ham mumkin. Va misol uchun barcha sinfdagilar 10-sinfdagilar yuqori grafikda kelib turib, endi unaqa holat bo'lmaydi. O'qituvchilarda shunaqa holat ko'p bo'ladi. Har xil o'qituvchi, har xil chasaviklar har xil nimada keladi grafikda yoki to'liq bir nima ishlaydiganlar, stavka ishlaydiganlar har kun keladi. Shunga o'xshagan variantlarni mana bu joyda belgilasalaringiz bo'ladi. Misol uchun boshlang'ich grafikida shanba yakshanba dam olish bo'ladi. Shanba kuni demak bu o'quvchi kelmaydi degan. Va mana shu holatda ro'yxatni shakllantirib olishingiz mumkin. Agar telefon raqam kiritish yoki rasm tanlash yoki shunga o'xshagan holatlar murakkablik qiladigan bo'lsa, sizlar eng muhim qadamga yetib keldik. Demak, bu qadamda har bir sinfga o'z sinf rahbarini biriktirib qo'ysalaringiz bo'ldi. Ya'ni qolganini sinf rahbari o'zini akkauntidan davom ettiradi. Masalan, siz uchun 1167 ta o'quvchini telefon raqamini kiritish qiyin. Har bir sinf rahbari uchun atigi 30 dona o'quvchi bor va ularning rasmi va telefon raqamlarini shakllantirish unchalik qiyin emas. Demak, siz har bir sinfga kim sinf rahbari ekanligini tayinlaysiz, qolganini sinf rahbarlari o'zi kiritadi, faqat siz nazorat qilib tursangiz bo'lgan. Va u qaysi bo'limdan qilinadi? U yo'nalishlar bo'limiga o'tib, mana o'zi aytadi tizim, iltimos sinf rahbarlarini tanlang. Sizda 37 ta sinfda sinf rahbar tayinlanmagan deyapti. Ya'ni bizda 37 ta sinf bor, sinf rahbariga biriktirilmagan. Mana. Demak, sinf rahbariga qanaqa biriktiriladi? Demak, eng birinchi men o'qituvchilar ro'yxatini shakllantirib olishim kerak. Masalan, matematika o'qituvchisi boshlang'ich yoki yuqori grafikda keladi deylik. Ya'ni har kun keladi deylik, bu ixtiyoriy. Lavozim, misol uchun, o'qituvchilar bo'limida matematika o'qituvchisi bo'limini yaratyapman. Agar birinchi smenada ishlasa, birinchi smena, ikkinchi smenada ishlasa, ikkinchi smena, agar ikkala smenada ham ishlasa, birinchi smena qo'yib qo'yaveringlar. Muvaffaqiyatli qo'shdik. Endi matematika o'qituvchisini yaratib oldim. Masalan, bu joyga o'taman va lavozim bo'limida o'qituvchilarni tanlayman. Yo'nalish bo'limida mana matematika o'qituvchisi chiqadi. Misol uchun, matematika o'qituvchisida o'qituvchilar matematika o'qituvchisi sifatida yarataman mana. Ya'ni men matematika fanidan ham dars beraman, ham misol uchun qaysidir sinfga sinf rahbarlik qilaman. Mana barcha o'qituvchilarimiz ro'yxatini misol uchun shakllantirib olamiz. Erkak o'qituvchilar, misol uchun matematika o'qituvchisi, mana ikkita o'qituvchi paydo bo'ldi bizda. Ikkita o'qituvchi paydo bo'ldi. Endi misol uchun yo'nalishlar bo'limiga o'tamiz. Mana sinflar lavozim bo'limida o'quvchilarni tanlasak, hamma sinflar ro'yxati chiqib keladi. Mana misol uchun ko'rishni bosaman 10-A sinfiga o'tib. Mana bu joyda sinf rahbar tayinlanmagan turibdi. Demak, rahbar tayinlashni bosaman. Matematika o'qituvchisidan Eshmatov Toshmatni
mana shu sinfga tayinlayman. Mana Eshmatov Toshmat tayinlandi. Demak, yo'nalishlar bo'limidan 10-B sinfga o'taman va bunga endi misol uchun Eshmatov Toshmatni qayta tayinlay olmayman. Sababi bu shaxs allaqachon boshqa yo'nalishning sinf rahbari degan xatolik qaytadi. Va Tolibov Diyorbekni tanlab buni ham tayinlash mana. Demak, 10-A sinfiga Eshmatov Toshmat, 10-B sinfiga Tolibov Diyorbek rahbar bo'ldi. Endi ro'yxat bo'limida yana bitta qiladigan ishim bor. Ya'ni rahbar, sinf rahbar o'zini akkauntiga qanaqa qilib kiradi? Birinchi shu masalani ko'rib chiqish kerak. Demak, eng birinchi mana lavozim bo'limidan o'quvchilar tanlasak, mana telefon raqam biriktirilmagan. Endi ularni tizimga kira olishi uchun telefon raqam biriktirishim kerak bo'ladi. Ya'ni tizim rahbarlarining telefon raqamlarini biriktirishim kerak. Ular shu orqali SMS kod orqali tasdiqlab o'z akkauntlariga kiradi. Mana demak, telefon raqamini o'zgartirishni bosib, mana misol uchun bunga telefon raqamini biriktirdim deylik. Endi ikkinchisiga ham telefon raqamini biriktiraman. Mana biriktirdim. Ikkalasiga ham telefon raqami biriktirildi. Bo'ldi. Endi sinf rahbar ana shu telefon nomeri orqali SMS kod tasdiqlash orqali akkauntga kirib, hamma o'quvchilarga ruxsat oladi va ba'zan qolganini u shakllantiradi. Keyingi videoni albatta ko'rib chiqing va sinf rahbarlaringizga tarqating. Sinf rahbarlar o'z o'quvchilar ro'yxatini qanaqa nazorat qilishi o'sha bo'limda tushuntiriladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling.